Qo'yatlik futbolchilardan Abdulaziz, Bashar Abdulaziz oldinga boryapti. Ochilishga e'tibor bering. O'yindan tashqari holat yo'q. Vadar o'zi to'pni egallab oldi. Nahotki afsus va madomatlar. yana o'sha hujum va yana o'sha 16-daqiqasida to'p kiritildi. E'tibor bering. Dastlabkisida Safonov qutqardi, lekin keyingisida Nutva nima qilsin, bo'sh qolgan darvozaga to'pni yo'llay olmaslikni ushbu futbolchi eplay olmaydi. Demak, vakillarimiz Mirjalol Qosimov birinchi bo'lib yana Quvayt terma jamoasi vakillari bu vaziyatda himoyalanishga majbur. Ana shu futbolchini Muhammad Jarrohni kutib oladigan futbolchi topilishi kerak. Kiritishmagan. Lekin baribir umid qilamizmi, Eldor? Umid qilamiz, boshqa iloji yo'q. Genrixdan umid qilamiz, Mirjalol Qosimovdan, Maksim Shatskix degan o'yinchilar bu safar terma jamoamizning jar yoqasidan qaytishiga sabab bo'ladi degan umiddamiz. Zarba yo'q. Stadionda uchrashuvni kuzatayotgan futbol muxlislari o'rinlar. Shatskix bo'lsangiz stadiondagi ovoz ham balandladi va futbol muxlislari o'rinlaridan turishlari bilanoq burchakdan uzatib berilgan to'p. Biz birinchi bo'limda tinmasdan tanqid qilganimiz Maksim Shatskix tomonidan darvozaga kiritildi. Tanqid kelajak mevasi hisoblanadi. Demak, Marat burchak to'pi imkoniyatimizni oshirishi mumkin. Ko'ngilda gol! Anvar Soliyev! Bilasizmi, ba'zi vaziyatlar keling. Endi tanqidlarni yig'ishtirib turaylik. Anvar Soliyev tomonidan kiritilgan golni tomosha qilaylik. Bosh bilan kiritilgan gollar terma jamoamiz vakillariga Jahon chempionati sari eshiklarni yana qiya bo'lsa ham ochilishiga sabab bo'ladi. Bahrayn terma jamoasi muxlislari, Bahrayn ahli agar ushbu uchrashuvni diqqat bilan kuzatayotgan bo'lsa, yana O'zbekistonmi degan savol bilan uchrashuvni kuzatayotgan bo'lsalar ajab emas.